Ya, şikki alımda kılanmayısın. Yalgan, şikkiliysin yalgan. Ne kışka? Bu kız deydi, men yapçınız oğullarım normal dostluk saqlap kalsam qanda qaraysiz deydi. Bu bala men qubul qila alayman deb tushdi hozir. Ondan sonra... Bu mu dedi, men mayda. Amaliyatda bu mumkin emas. Ko'pincha balalarda tek undaq psixik sapa ko'tarilib chiqqani yo'q. Uning degan nayt yuqori jarayon ketadi. Bu qizning hamda ma'lum yapchingizga normal dostluk saqlab qalsam degani amaliyatda bu yerda cho'qim bu qizning shu o'g'ildan oldigan psixik ehtiyoji bo'ladi. Shilish uchun bo'ldi. Bu bala bu qiz shilish uchun to'liqlab birimiga asosda u o'g'ildan olaman dedi. Bu yerda yanlam nima desa, shu shilish uchun o'zi muhabbatni shakllantirdi, yilishini shakllantirdi. Undan keyin bu balada 100% zibey qo'zg'aladi. Zibey jo'ntay degan zibey cho'nshang degan hammadan bo'ldigan narsa. Bu qizning u harakati bu balda cho'qim zibey shakllandi. Bu zibey shakllantirgandan keyin boshqa so'ttirsida hargizmi mundaq tok yoki muhabbat shakllanmaydi degan gap. Şu an şikayetlerini yaxşısı vazgeçenler. Ali muallimning eng yangi darslarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, salonimizni qo'shib oling. Salon izlash nomi muallim 小红书